Go'zal qiz. Dada bu katta-yu menga. Qanaqa katta-yu. Akang bir kunga kiygan xolos bitiruv kechasiga. Men senga yana qayta yangi kiyim olib beraman. Kiyasan shuni oxirigacha. Tushundingmi? Hali pensiya ham chiqqani yo'q. Turib qol ko'zim ko'rdim. Oltin. Qana pul ketsa. Bu qo'yma, senga o'ynash ko'rsatib qo'yma. Tez ishingni qilgin bilib. Rostda tabichkam ham qolmadi, bitta tabichka olib bering, yalang oyoq yuribman. Yo, qo'ling ketma, o'xshamasa, narsa so'raysan, o'tarib yo'qol ko'zim. Qachongacha menga kelganda pensiya tushgan, yo pul yo'q deysiz. Ana arzongina xitoyliklar magazin ochdi o'zimizda Bodot sentriga. Qaytiga? Ishonchdan o'tganingizda 2 etajli katta binoga tushgan. 7 yoshdan 70 yoshgacha hammaga kiyim bor. Ayollarga ham, erkaklarga ham, bolalarga ham, paypoqdan tortib shapkagacha bor ekan. Yo'q-e? Ha. Hech bo'lmasa boraylik-chi. Dada, mana men sizga aytgan Yuhe Cheng do'koni mana shu xitoyliklar ochyapti. Bodotda yagona. Yaqinda ochilish marosimi bo'ladi. 7 yoshdan 70 yoshgacha oilaviy hammamiz kiyinsak bo'ladi. Narxi ham arzon ekan. Olib bering. Sifat yaxshi emasdir-da. Sifat bo'yicha gap bo'lishi mumkin emas. Xitoydan kelib investorlar ochgan. Hamma mahsulot Xitoydagi eng zo'ri shu ekan. Voy. Ha, tez kunda ochilishi olaylik. Bo'ldi o'zi. Pensiyam chiqsa, birinchi o'rinda o'zimga akangga kiyim qilamiz. Menchi yana. Akangga olib bergandan keyin akangning kiyimini sen kiyasan. Senga qoladi o'sha. Tushundingmi? Yana mengami shu.